Albatta xohlamayman. Usmon aka, farzandingiz ishingizni davom ettirishini xohlarmidingiz? Menimcha har qanday ota o'z farzandi o'zini kasbini davom ettirishini xohlaydi. Shu jumladan men ham xohlaganda qanday o'zlashtirsin, o'rgansin, o'rgatsin, bizdan o'tib ketsin. Chunki bizning kasb jaddallik bilan rivojlanayotgan kasblardan bittasi, faxrli kasblardan bittasi ham bo'ladi bemalol. Zamon tanlamaydi, makon tanlamaydi, shaxs tanlamaydi. Chet davlatlarda 4-avlod, 5-avlod oilaviy biznes qanaqa odamlar havas bilan qarashadi, rivojlanib ketgan. Men xohlardimki, mana shu narsa ham O'zbekistonda bo'lishini, mana shu davomiyligi payti kelib 5-avlod, 6-avlod rivojlanganda chet davlatlari O'zbekistonni misol qilib ko'rishini xohlayman. 2020-yilda misol uchun mana shu sohada bo'yicha mana shu yerda mana shu avlod bo'lgan deb faxr bilan eslab gapirishni xohlayman. Buning uchun bizda ko'proq bolalarga shart-sharoit, tarbiyani to'g'ri yo'naltirib, ilmni to'g'ri berishimiz kerak.